Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu COVID-19 kesili, ya'ni Xitoydan tarqagan koronavirusninki oldini olishda maska bilan vaksina o'xshash rol o'ynamdi degan temada qisqacha leksiya so'zlamoqchi. Manglarninki diqqat berishni umid qilaman. Yaqında şu dunyoga dangliq bo'lgan tibbiy jurnal, ya'ni New England Journal of Medicine degan jurnalda şu maskininki COVID-19 kesilininki oldini olishda nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligini, ya'ni şu bizningki vaksina chiqishga saqlash jarayonimizda şu vaksinaga o'xshash şu bizni COVID-19 kesildan saqlaydiganligi to'g'risida bir maqola e'lon qilingan bo'lib, bu maqola e'lon qilingandan keyin şu New York vaqti gazeti va boshqa muhim axborotlarda şu maska zodi bizni şu vaksinaga o'xshash şu COVID-19 kesildan saqlay olamdi degan temada ba'zi analizlar elib berilgan. Yana mundaq aytgan vaqtida ba'zilarninki qarashcha şu vaksina texi dunyoga kelmagan yoki bo'lmasa vaksinaninki bizni qanchalik qo'g'diyalaydiganligi aniq bo'lmagan bir ahvol ostida balkim maska şu bizni eng yaxshi qo'g'diyalaydigan bir nim bo'lishi mumkin, ya'ni vosita bo'lishi mumkin deb qaralgan maqollar mening diqqatimni qo'zg'aganligi uchun men bu jihatda o'zimniki o'ylaganlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bu maqolamda meningki diqqatimni qo'zg'ashdiki muhim bir sabab hamda şu vabo hamda Xitoydan tarqalib xalqaro kengaygan vaqtida bo'lib Amerikada dastlabki mezgillarda maskaninki rolini inkor qiladigan, ya'ni maska taqashninki bu kasaldan saqlashga hech qanday ahamiyati yo'q deb qaralgan ko'z qarash nihoyatda ustunlikni egallaganligi, hatto Amerikaning hukumat taraf va kasallikning oldini olish idorasi va nurg'unlagan tibbiy mutaxassislar shundoq qaraganligi uchun men bu dastlabki leksiyalarimda maska taqashninki jiq ahamiyati yo'q deb so'zlab kelgan. Keyingi zamonlarga kelgan vaqtida bo'lib 5 oylardan boshlab ba'zi ilib berilgan tadqiqotlarning natijasi qargan vaqtida maskaningmi belgilik ahamiyati borligini bo'libmi şu virus bilan yuqumlanganlarningki kasal tarqitishda maska alayda rol o'ynaydiganligi, hatto şu saq odamlarni maska taqqigan vaqtida maskaningki o'zini qo'g'dashda belgilik rol o'ynaydiganligi, ustunlik to'g'risidagi ko'z qarashlar ustunlikni egallab, hozir hamda şu maska COVID-19 kesilining oldini olishda vaksina bilan o'xshash rol o'ynashi mumkin degan qarashga kelyapti. Hamda buning sababi nima degan vaqtida u maqolada şu biz maska taqqigan vaqtida albatta haliqi yuqumlanuvchiniki maska taqash orqali boshqalarga yuqtirish ehtimolligini to'valtishga bo'ladiganligi, u manda talash tortish talab qilmaydigan bir hammadan qabul qilgan bir masala, ya'ni yuqumlanuvchi maska taqqigan vaqtida u odam yo'talgan vaqtida yoki gap qilgan vaqtida ig'izdan chiqqan şu sho'lgay donchilarniki sho'lgay donchilarini maska to'sab qilish orqali şu virusninki keng doirada tarqalishningki oldini olib bo'ldiganligi, bu talash tortish talab qilmaydigan bir hammadan qabul qilgan bir reallik. Hamda bu yerda saq odam maska taqqigan vaqtida qanchalik qo'g'dig'ili bo'ldi, o'zini qo'g'dig'ili bo'ldi degan vaqtida bu yangi tadqiqot maqolasiniki natijasiga asoslangan vaqtida maska garchi bu saq odamni virusdan mutlaq qo'g'diyolmagan taqdirdami, lekin u odamda
u odamda har qitim o'ziga yuqtirib olgan virusninki miqdorini ozlatish orqali badanga kirgan virus kasal paydo qilolmaydigan darajada ko'p emas, biroq badanda immunit kuchini qo'zg'atish rolini o'ynab, balkim shu vaksinaga o'xshash az-azdan yuqish orqali badanda immunit kuchi paydo qilishi mumkin degan yakun chiqarilgan. Bundaqcha aytgan vaqtida İnsanlar maske taqmagan vaqtida bir qitimda yuqumlangan virusninki miqdori shu badanda kasal paydo qilishga yetarlik bo'lganligi uchun maske taqmagan odamlar shu virus bilan yuqumlangan vaqtida ular kasal taraqqiy qilish ehtimoli yuqori, lekin maske taqgan vaqtida har qitimda yuqqan virusninki miqdori zo'r darajada tuvanliganligi uchun u maske taqqan odamninki badaniga kirgan virus miqdori ozlashi, ya'ni u badanda kasal paydo qilishga yetarlik bo'lmasligi, biroq u azdan har qitim azdan kirgan virus badanninki immunit kuchini asta qo'zg'ab, badanda shu virusga qarshi immunit kuchi paydo qilishi mumkin degan bir yakun chiqqan. Bundaq aytgan vaqtida buninki ahamiyati, ya'ni vaksina udirish bilan o'xshash demakchi, biz vaksina urg'azgan vaqtimizda badanimizda kasal paydo qilmaydigan, biroq badanninki shu virusga qarshi immunit kuchini qo'zg'ab, badanda immunit kuchi paydo qiladigan rol o'ynash orqali bizni bu virusdan saqlaydigan bo'lganligi uchun maskami ma'lum nuqtadan aytgan vaqtida kasal paydo qilishga yetkidak darajadagi virusning miqdoridan oziltib, badanda kasal paydo qilmaydigan, biroq azdan badanning immunit kuchini qo'zg'ab, badanda bu virusga qarshi immunit kuch paydo qiladigan rolni o'ynashi mumkin degan bu qarash hozir hamda biroz ustunlikni egallab, nurg'un odamlarniki maskaga bo'lgan ko'z qarashida cho'ng o'zgarish paydo qilmoqda. Shu sababdan buni men hamda qarindoshlarniki bilib qilishi muhim deb bu leksiya orqali qarindoshlar bilan bu masala to'g'risida o'rtoqlashyapman. Maskanınki rolninki, ya'ni bu vabodan saqlashdagi ahamiyatiniki cho'ng bo'lishining yana bir sababi shu vaksinaninki qisqa vaqt ichida dunyoga kelmasligi bo'lib, shu vaksina hamda rasmiy dunyoga kelib, uninki unumi rasmiy isbotlanmaguncha bizni shu vabodan saqlaydigan eng muhim vositaning birisi maska. Hamda bu vaksinaga kelsak, hamda vaksina dastlabda shu 3-oydan boshlab vaksina kandidatlari o'tirg'a chiqqandan tortib hozir qadar jami 211 vaksina tadqiqot qilinayotgan bo'lib, ularning ichida shu klinikalik birinchi bosqichdagi vaksina 25, klinikalik ikkinchi bosqichdagi vaksina 14, klinikalik 3-chi bosqichga kirgan vaksina 9. Ya'ni bu shu 9 vaksina hozir hamda shu oldimizdagi bir necha oy ichida rasmiy bozorga kirishda zo'r umid bor deb qaralgan vaksina bo'lib, bu 9 vaksinaning ichida 3i Xitoyning vaksinasi, Hemiz bilayotgandagidek Rossiya bilan Xitoy da Rossiyada bir vaksina, Xitoyda 2 vaksina shu belgilik doirada ishlatishga rasmiy tasdiqlangan bo'lib, hozir hamda shu dunyoda nisbatan aytgan vaqtida bexatarlik nuqtasidan emas, rasmiy insonlarga urilishga boshlagan vaksina shu 3 xil vaksina, hamda 9 xil vaksinaning ichida hozir hamda
eng oldida ketayotgan vaksina shu Angliyaning vaksinasi bilan Amerikaniki vaksinasi. Bu vaksinalar qanchalik vaqt ichida bozor kirdi degan vaqtida naytda o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Ba'zilar tiz kirsa desa, ba'zilar uningga qarshi, chunki qancha tiz kirgansa, bozorga tiz kirgansa, buning bexatarlik da yoshurun masala borligi bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi insonlar bu vaksina bek tiz kirib ketsa, biz udurmaymiz deydigan qarashdimi naytda kuchlik hozir. Shunga bu yerdagi vaksinaniki bozorga kirish nimasi vaqti qancha kechikkansa, maskaningki roli shuncha zo'r bo'lishi mumkin. Şuna bu yerda vaksina rasmiy bozorga kirib qutuqliq ekanligi isbotlangacha bizga nisbatan shu maska taqashninki ahamiyati, ya'ni maskaniki bizni bu vabodan saqlashda naytda cho'ng rol o'ynashi mumkin. Endi men yuqorida o'tgandagidek, bu hozir shu sinaq 3-bosqichdagi sinaq mezgildagi shu yaqin kelgusida bozorga kirish ehtimoli bo'lgan vaksinaninki ichida 3 vaksina Xitoyninki vaksinasi bo'lib, endi Xitoyda shu nurg'un shu rasmiyatlar oddiylashtirilganligi uchun boshqa xalqaro o'lchamlarda diki o'lchamlar Xitoyda to'liq ijro qilinmaganligi uchun tiz oldiga qarab mingyotidi. Endi bu xabarlarda shu Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksinalarningki burun hozir 100 mingdan ortiq odamga urilganligi deyilgan. Undan boshqa shu Xitoy shu vabo tufaylidan vaksinasini tez suratda bozorga silish orqali shu Osiyodan tortib Afrikagacha o'zininki bu virus tufaylidan yo'qotib qo'ygan inovatini shu vaksina orqali qaytirib akilib o'ziga do'st to'playotganligini degan bir xabar ekan. Bu New York vaqt gazetiga e'lon qilingan. Undan boshqa keyin bu yerda men yuqorida garchi 211 vaksina tadqiqot qilinyotidi deganimda, bu yerda yana bir nimada Xitoyninki boshqa davlatlarning oldida ketayotgan yana bir tarafi, bu Xitoyda hozir shu an'anaviy o'qil qilib urdigan vaksinadan shu burniga purkiydigan vaksina darajasiga taraqqiy qilgan bu xildagi nima vaksina hozir Xitoyda eng oldida ketayotgan bo'lib, shu yaqinda hozir shu insonlarda sinaq qilishni, ya'ni birinchi bosqichliq sinaq qilishga mazgilga kirgan. Bu hamda buni ahamiyati nima degan vaqtida bu an'anaviy vaksinani o'qil qilib urdigan bo'lg'achqa nurg'un odamlar balkim o'qil urishdan qo'rqaydigan yoki o'qil urishni rad qiladigan bo'lishi mumkin. Albatta anandan keyin uni urish uchun cho'qim shu tibbiy xodimlarningki qishig'i berib udirish zarur bo'ldi. Lekin burnidan purkiydigan vaksina har qanday odam o'zi qila oladigan vaksina. Anandan keyin o'qil urishni xohlamaydigan odamlarga bunday qulaylik. Agar bu xil vaksina shu burnidan purkaydigan vaksina muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, Xitoy bu jihatda texmo ko'p bozorni egallashi mumkin. Bu jihatda hamda Xitoy hozir shu o'zi yaratgan bu virusniki foydasini oxirida o'zi eng cho'ng ko'rishi mumkin deb qaralyotidi. Chunki g'arb davlatlarda bu vaksinaga nisbatan talab nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun nurg'un cheklimlarga uchrab surat jihatda ostilgan bo'lsa, Xitoy bilan Rossiyadagidek davlatlarda undaq cheklimlar oddiylashtirib, yana bu vaksina musobaqasida balkim boshqa davlatlarni putib olishi muqarrar. Albatta
Bizga o'xshash nurg'un shu Xitoyni obdan tushunadigan millatlar Xitoyninki mallarda Xitoy ishlab chiqargan mahsulotlarda yolg'onlik ig'ir deb qaralgan bilan yana ba'zi davlatlar shunga ehtiyojliq bo'ladigan gap belgilik jihatda bozorni egallashi mumkin hamda chunki boshqa tanlash ko'p bo'lmaganlik uchun bu nurg'un davlatlar Xitoyninki bu vaksinalarga ehtiyoji tushishi mumkin. Hem de yani bir mesele bir Xitoyga foydali bo'layotgan bir mesele. Belkim ko'pinchimiz xabar topgandek bu Angliyaninki eng oldida ketayotgan vaksinasi yaqinda bir odamda bundaq umid qilmagan ig'ir darajada aks ta'sir paydo qilganligi uchun Angliya bu vaksinaninki bexatarligini tekshiramiz degan sabab bilan vaksinaninki 3-bosqichlik siniqini vaqtincha to'xtatdi. Bu garchi alayda ahvol bo'lsa-mu, lekin bu xabarning chiqishi insonlarningki vaksinaga bo'lgan vaksinaninki bexatarligi bo'lgan andishini yuqori ko'tardi. Shu sababdan g'arbda nurg'un odamlar balkim vaksina udurishni rad qilishi mumkin. Bu nuqtadami qarg'a vaqtidami Xitoy bilan Rossiyaningki vaksinasiga nisbatan texmo jiq fursat yaratildi degan gap. Şuna hozirgi shu g'arbdagi shu vaksina ishlab chiqarishga bo'lgan cheklama anandan Xitoy bilan Rossiyaga o'xshash bundaq inson huquqlarini bak e'tiborga olmaydigan davlatlardagi vaksinaga bo'lgan qolay sharoit ya'ni osonlik dunyodagi bu vaksina musobaqasida balkim Xitoy bilan Rossiyaga texmo cho'ng fursatlarni yaratishi mumkin. Bundaq ahvol ostida hamda g'arbda shu vaboniki oldini ilishda maska texmo birdan bir tayindigan vosita bo'lib qilish ehtimoli bor. Shu sababdanmi ba'zi davlatlarda hozir shu maska taqmaganlarga jarimani qo'yish usullarini qo'llanayotdi. Masalan bizningki New Yorkdami shu ommaviy qatnashlarda yerosti poyezd nimalarda maska taqmaganlarga $50 jarimani qo'ydigan tuzumni yo'l qo'ydi. Mundaq aytgan vaqtida shu oldimizdagi shu bir mezgil jarayonida shu vaksinani bozorga kirib o'z unumini rasmiy ko'rsatganga qadar maska balkim bu vabodan saqlanishniki eng muhim vositalari bo'lib qilishi muqarrar. Bu vaba tarqagandan keyin hamda bu Xitoydan tarqab butun dunyoga keng tarqalishga boshlagan dastlabki mezgillarda insonlar hamda andisha qilgan bo'lsa-mu, lekin vaqtning uzirishi bilan insonlardagi andisha burunqidek ig'ir emas. Aningdan keyin bir qism davlatlarda haqiqatanmi shu 3-4-oylig'i nisbatan biroz yaxshi kontrol qilgan bilan, ya'ni butun dunyoning umumyuzlik ahvolidan qargan vaqtida bu kasal texi hargizmi kontrol bo'lgani yo'q. Butun dunyoda bu kasal bilan yuqumlanuvchilar o'tir hisob bilan har 4 kunda 1 million ko'paymoqda. Mundaq chiqib aytgan vaqtida kuniga yanala 250 ming bilan 300 ming orasida ko'paymoqda. Shunlashqa bu kasal texi mundaq kontrol bo'ldi degili bo'lmaydi. Aksincha yanala tiz tarqamoqda. Shunlashqa biz hamda bir xil bir qism davlatlarda kontrol bo'lganiga qarab o'zimizningki bu kasaldan mudofaa ko'rishga bo'lgan tadbirlarimizni bo'shatsak meningcha biroz baldur deb qarayman. Shunlashqa ilishqi tegishlik tadbirlarni yanala bo'shashtirmasligimiz nihoyatda muhim.
Amerikadagi mushu vaboga qarshi eng ko'p xizmat qilgan tibbiy mutaxassisningki qarashicha bu vabo vaksina dunyoga kelgan taqdirdami xili uzun bir mezgil davom qiladigan bo'lib, bizning hayotimizningki 2021 yil oxirigacha normallik qaytmaydiganligini tasavvur qilyotidi. Undaqda biz endi vaksina chiqsimi bu vabo yana bir mezgil davom qilganligi uchun biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida biz yanala burun shu kasalga nisbatan qandaq tadbirlarni olgan bo'lsak, shundaq tadbir ilishimizga to'g'ri keldi. Hamda hozirgi qarashlarga asoslangan vaqtida mayli vaksina chiqsin yoki vaksina chiqqichi bo'lgan orliqda bu bizningki bu vabodan saqlanishda eng muhim rol o'ynaydigan yanala maska bilan shu ijtimoiy masofa saqlash hamda albatta ko'pinchimiz bu vabodan saqlanishda eng muhim rol o'ynaydigan vaksina deb qarab bütün umidimizni vaksinaga bog'layotimiz. Lekin bu vaksinaga nisbatan hozir hamda o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Hamda hozirgi ko'z qarashda hamda vaksina shu eng unumli vaksina bozorga kirgan taqdirdami bu vaksinaninki badanda paydo qilgan immunitet kuchi 3-4 ay davom qildiganligi 3-4 aydan keyin u paydo bo'lgan immunitet kuchininki ojizlab bizni bu virusdan qo'g'diyolmaydigan ahvolga tushib qoladiganligini o'tirib qo'yilyotidi. Endi bunday aytgan vaqtida biz shu hozirgi plan bo'yicha shu unumli vaksina chiqqandan keyin dastlabda 2 qitim udirgan vaqtimizda u badanda shakllantirgan immunitet kuchi balkim 3-4 aydan keyin bizni bu virusdan qo'g'digidek darajadan tövellab ketib, ya'ni qo'g'diyolmaydigan ahvolga tushib qolishi mumkin. Shundoq bo'lgan vaqtida bu 4 aydan keyin, 3-4 aydan keyin yana qaytilashga to'g'ri kelishi mumkin degan qarashlar bor. Shunlashqa mayli vaksina chiqsin yoki chiqmasin, xili uzun bir mezgilgacha bu bizningki maska va ijtimoiy masofa saqlash bizning bu vabodan saqlanishda yanala kam bo'lsa bo'lmaydigan vosita bo'lib qolishi mumkin. Bularni men qarindoshlar bilan o'rtoqlashishimningki muhim bir sababi, ya'ni biz vaksina chiqsa hamma ishimiz hal bo'lib ketadi degan emas, balki agar bu vaksina bizning hamma ishimizni hal qila olmay qolib qolsa, qanday qilishimiz kerak degan jihatda ko'ngilda bir son bo'lish va o'ziningki kelgusi planlarni shuningga asosan belgilash az to'la foydasi bo'lib qolsin deb bu leksiyani so'zladim. Hammanglarningki diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan leksiyani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Agarda savollaringlar bo'lib qolsa, menga ayrim avatsanglar, men keyingi leksiyalarimda o savollarga javob berishga tirishman. Allah hammalarga sog'lomlik ato qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.